Agar ularga qo'yib bersangiz, hozir indamasangiz, ertaga bitta aqli chiqadi-da, buni olmaga o'xshab shuni tishlab yeyish kerak deb chiqadi. Ichingiz taxta bo'lib qotib qoladi, bu unaqa yemaydi. Bu ichkarida, ichaklarda, oshqozonda yallig'lanishlar bo'ladi-ku. Yallig'lanishlar bu burishtiruvchi-da, burishtiruvchi narsani doim yopadi. Bizda tabobatda Ibn Sino yo'nalish bo'yicha shunaqa deyiladiki, burishtiruvchi yaralarni yopadi degan. Yallig'lanishdagi holatda tezroq ustini bitirishlikka buzilish. Ayniqsa oshqozon, ichak sohalaridagi yallig'lanish juda zo'r narsa. Bavosir kasalligi deydi. Bavosir kasalligida ichkarida treshinalar bo'ladi, ya'ni yorilishlar bo'ladi ichida, keyin o'sha chiqib qolishlikligi, hojat kelgan paytda qonab ketishliklari bo'ladi. O'shalarga mana shu agar misol uchun anor po'stlog'idan ozgina qaynatma qilib berilsa ham, agar ichi qochishga moyilligi bo'lmasa, shu joyini eslab qolish kerak. Ichi qochishga moyilligi bo'lmasa, shundan ozgina qaynatib berilsa ham zo'r effekt beradi. O'zi anorni o'zini danagisiz yeb turish kerak. Chaynab yeyish kerak. Misol uchun bir kunda mana shu anorni gavdasiga qarab, agar qon mijoz bo'ladigan bo'lsa bitta. Balg'am mijoz bo'ladigan bo'lsa bitta yesa bo'ladi, lekin safro savdo mijoz bo'ladigan bo'lsa yarimtasini yeyish afzal. Buni o'zini o'sha anorni iloji boricha qip-qizilni yeyish kerak. Og'izga ta'mi yoqadigani, tuyatish degani bor, usti oq bo'ladi. Uni yesangiz priyatniy bo'ladi, lekin eng foydaligi mana bu bo'ladi. Chunki qip-qizil, qon ham qip-qizil, qonga yaqin narsa qon paydo qiladi. Unisi ham effekti bor, lekin bunisi kuchliroq. Bexa ham shunaqa. Bexanini shirinidan nordonrog'ini o'tkir deyilgan. Nordonrog'ini, ya'ni taxirroq bo'ladi, nordonroq bo'ladi. Bunaqa shirin emasdi, sal suv kamroq bo'ladi. U bexani misol uchun mana shunday bexani 4 kishi yesa bo'ladi. Mana shu 4 ga bo'ladi. 4 dan birini bitta odam yesa bo'ladi bexani. Nimaga? Bexani imkon qadar kamroq yeyish kerak-ku. Agar varena qilgan bo'lsangiz, vobshe zo'r. Qishda eng zo'r bronxga yaxshi yordam beradigan varenalardan bittasi shu bo'ladi.